Madina canım, Madina canım. İltimas otun qaytib içmeymen geçir. Ben size kayıt içmeyin dedim ha. Bor odamlar toyup suyuyorsunuz siz. Ha? Stoplayın. Surudan bahona. Ha şunun içine 3 gün ötürseniz özünüzdekiler. Alkaş. İltimas otun onu çıkmadı. Hiç çıkmamayın oturun. Ama ki. Gilam gapirayotdingmi? Yo'q jiyan, men amakimdan balık var jiyan. İyi, hozir. Jiyan, rahmat sana. Ana şunun içinde 3 günden beri yotum ben. Nima bo'ldi? Jiyan, yangan içkanim uchun mana shu gilam ichiga qamab qo'ydi meni, rahmat sana. Aytmasa yaxshi. Ana shu doim ichkilarim uchun yetib turibdi, bilmayman. 3 günden beri gilam içinde oturup saskansiz. Bu gilamı yiyip joyiga qo'ying. Tushundingizmi? Aha, ama ko'rmang. Jiyan, yaxshimisan? Yordam ber, gilam yuvaylik. Aha, nimaga? Menga qara, gilam yuvmasam o'zi yangang urib o'ldirarman. Amaya qarang, hozir qo'lda yuvadigan zamon emas-ku. Lider gilam yuvish xizmati bor. Shunday telefon qilasiz, kelib gilam olib ketadilar, yuvib ketirib beradilar. Endi beracha kelmasa kerak. Liboy joyga boradilar. Telefon qilaymi? Telefon qilib olib ketsin. Tamam. Rahmat. तो दुश्मनी माँ सारी दुनिया का से Rahmat, Jihan, rahmat. Menga qara, men endi ko'rpachalar yuvay. Shuni men oldagiroq aytmaysiz. Bular ko'rpacha, parda, mebellar hammasini yuvadi. Odamgina, gilam qani? Men size qo'lingizda yuving dedim ha. Berakillik siz odamgina. Amaki, men uya ketdim, davay. Yordam bermaysan. तुझदां देवोना